Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Uzun marketni nima uchun tanlashimiz kerak? Ya'ni boshqa marketplacelar ham bor-ku, nega marketplacelar orasida uzun marketni tanlashimiz kerak degan savolga hozir birma-bir tushuntirib o'tib ketaman. Bundan oldin bizning kanalimizga like bosib va podpiska tugmasini bosib qo'yinglar, keyin foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Xo'p, uzun marketda yillik umumiy aylanma 2024-yil uzum ekotizimi bo'yicha 345 milliard оборотga yetgan, ya'ni bu yillik natija hisoblanadi. Kunlik o'rtacha hisobda 945 million dollar atrofida kunlik daromad bo'ladi. Bu o'rtacha kurs hisoblaganda 12 milliardni tashkil etadi. Va buyurtmalar bir kunda 130 mingta va undan yuqori buyurtma qilingan. Agar buyurtmalar o'rtacha 100 ming va 150 ming so'mdan bo'lganda 15 va 16 milliard so'mlik savdo bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bir kunlik savdo natijasi bo'ladi. Hozirda platformada, ya'ni 17 mingtaga yaqin sellerlar faol savdo qilib kelishadi va 1,5 mingtaga yaqin PVZ respublika bo'ylab tashkil etilgan va uzumda millionlab xaridorchilar va tovar xarid qilishadi. Marketplace'da real taxmin va 10-15 milliard atrofida, ya'ni kunlik savdo uzum marketda bo'lishi aniq. Aksiya kunlari 20 va 40 milliardni tashkil qilishi mumkin. Bu juda ham katta natija hisoblanadi. Agarda kunlik aylama 12 milliardni tashkil qilsa va 17 mingta sellerlar 700 ming so'mdan 1 million so'mgacha kunlik savdoga, ya'ni savdo aylanmasiga to'g'ri keladi. Lekin top sellerlar bir kunda 20 milliondan 100 milliongacha, ya'ni savdo qilishadi. Va tushunchalar foydali bo'lgan bo'lsa, uzun marketni endi boshlamoqchi bo'lsangiz yoki boshlamoqchi bo'lgan do'stingiz bo'lsa, bu videoni ularga yuborib qo'ying.